Qalbi sof, yuragi nurga cho'mgan fazilatli insonim. Qurbon hayiti muborak. Bunday barokatli fursatda sizni yodga olish men uchun baxt. Zero hayotda ba'zi insonlar bordir. Ularni shunchaki borligi qalbga taskin beradi, suhbati shifo bo'ladi. Siz aynan shunday insonsiz va behisob shukrki bugun biz insoniylik timsoli, mehr oqibat bulog'i bo'lgan Qurbon hayitiga yetib keldik. Bu kunlarga kimlar yetdi, kimlar yetmadi. Yurtimiz osmoni musaffo, diyorimiz tinch bo'lsin ilohim. Va bugunning barakasi nafaqat dasturxonlarimizni, balki qalblarimizni ham sakinatga to'ldirsin. Robbim rizqimizga baraka, oilangizga fayz, qalbingizga osoyishtalik bersin. Bugun har bir so'zingiz sizni mehrga, har bir qadamingiz yaxshilikka, har bir niyatlaringiz baraka sari yetaklasin ilohim. Kelasi Qurbon hayitiga bag'ri butunlikda siz u bizni jonimizga jon qo'shib yetkazishini Robbimdan tilab qolaman.